oynani xislati oldida turganingda aytadi, ketishingga to'xtaydi deydi. To'g'rimi? Yonida turganingda aytadi deydi. Yonidan ketishingga to'xtatadi aybingni deydi. Bu nima degani desa, masalan 5 kishi o'tirgan bo'lsak, bitta o'rtog'im mana aybimni aytadi. Xo'p bo'ladi oshna, xo'p uzr, noto'g'ri qilibman deb ketganimdan keyin yana davom etadi u. Ko'rdingmi buni ishini, bunaqa edi. U endi g'iybatga o'tib qoladi. U to'xtating, ketdi-da oldingizdan u. Ketdimi to'xting. Keldimi 5 ta odam o'tiribsizmi, 4 tadan alohida qilib oshna bitta maslahatli ish bor. Senga aytadigan gapimni oshna maslahatli ish bor. Shuni borib oshna bunaqa xato qilding, noto'g'ri qilding, masalan, hozir o'tirib